Mana hamma stroykada talantlar desa ishonmardik. O'zimiz guvohi bo'lamiz. Ustagam, hormang, charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Ijodlar bilan. Rahmat. Ya zerikishda shu o'zimizda ovutib turamizda, ozgina qo'shiq aytib, boshqa qilib. Bir kupletlardan eshitaylik-chi. Yaxshi joylardan ijod kelib bo'lgan joydan bo'lsin. Shu atayin eshitib Bachsizlar uchun o'sha u yoqda mana kuzatib o'tirib kelyapman-da. Bo'ldi, xudo xolasa. Mehnatlardan qo'li qadog'im, duolari yo'qdir adog'im. İşonganim suyangan tog'im, dadajonim qalbim ardog'im. Yo'llarimda mayus ko'zingiz, dildan chiqmas hech o'gitingiz. O'g'lim yo'q deb o'ksumadingiz, qizlaringiz shonisiz dadam, dadajonim. Qizlaringiz shonisiz dadam, dadajonim. Qizlaringiz shonisiz dadam. O'zimizda qo'shiq bo'lgan endi bu. O'zingizning qo'shig'ingiz bo'lgan bu. Yozilishi ham, bastalanishi ham. Bastalanishi endi o'zimizniki bo'lgan. Faqat shu ijtimoiy tarmoq yuzini ko'rmagan hali qo'shiq. Ha, premyera qo'shiqlardan-da yangi. Qachon chiqaramiz endi buni? Niyat bormi? Bitsa xudo xolasa O'zbekistonga qaytgan vaqtlarda yaxshi. Yaxshi niyat. Muxlislaringizga bir aytib qo'yasiz, agar chiqsa muxlislar bo'lsa, qo'shig'ingizni eshitib ko'rayotgan aziz insonlarga yaxshi niyatda. Yo'qsaki bo'ldi bizga o'sha yaxshi niyatda shu qo'shiq chiqarmoqchi. Yaxshi ishlarga omad, charchamaylik. Rahmat, salomat bo'ling.